Salom do'stlar, bu Kazakh Story Time. Biz boshlaymiz. Bir qism 23 yillik hijron va yangi umid. Dard deganlari vaqt o'tishi bilan tuzaladi, deyishadi. Ammo farzand dogi uning tirik yoki o'lik ekanligini bilmaslik azobi hech qachon bitmaydigan, har lahza qonab turadigan yara ekan. Vaqt uni davolamaydi, faqatgina u bilan birga yashashga majbur qiladi. Bir bob. Kuzgi barglar va yurakdagi kuz. Kuzning mayin shamoli hovlidagi anjir va xurmo daraxtlarining sargaygan barglarini ohista yerga tokardi. Nodira opa katta hashamatli hovlisining ayvonida qahva ichib o'tirarkan, xayol ummoniga gark bo'lgan edi. U 45 yoshni qoralab qolgan, yuzida ajinlar paydo bo'la boshlagan bo'lsa-da, o'zining salobati, o'tkir nigohi va sokin go'zalligini yo'qotmagan ayol edi. U shahardagi eng yirik to'qimachilik fabrikalaridan birining rahbari, mustaqil va kuchli ayol. Ammo bu kuchli qiyofa ortida hech kimga ko'rsatilmaydigan, faqat yostiq va kechalar shohidi bo'lgan ulkan bir fojia yashiringanini ko'pchilik bilavermasdi. Uning yagona o'g'li Rustam yaqinda 25 yoshga to'ldi. Rustam, uning hayotining mazmuni, yolg'iz suyanchigi va gururi. Ota-onaning mehri bilan voyaga yetgan, aqlli, odobli, hozirda it sohasida muvaffaqiyatli ishlayotgan yigit. Bugun o'sha Rustam uylanish niyati borligini, o'zi sevgan qizini uyga olib kelib, onasi bilan tanishtirmoqchi ekanligini aytgan edi. Nodira opa o'g'lining bu xabardan quvondi, albatta. Ammo har qanday to'y-tomosha, xursandchilik uning qalbining tub-tubida yotgan o'sha mudhish xotirani, 23 yil oldingi qora kunni yodga solaverardi. O'shanda Rustam endigina 2 yoshda edi. Uning Shabbona ismli bir yoshli jajji singlisi bor edi. 2 bob. Qiyomat qoyim bo'lgan kun. 1990 yillarning oxirlari. O'sha paytlar hayot ancha murakkab, odamlar bozorlarda tirikchilik ilinjida tinim bilmasdi. Nodira va uning turmush o'rtog'i Sardor ham temir yo'l vokzali yaqinidagi ulgurji bozorda kichik bir do'kon yuritishardi. Bahorning seryogin kunlaridan biri edi. Bozor gavjum, odamlar chumolidek qaynardi. Nodira bir yoshli qizi Shabbonani aravachada yetaklab, do'konga tovar olib kelish uchun poyezddan tushayotgan yuklarni kutib turardi. Shabbona shirin tilli, ko'zlari timqora, chakkasida kichkina kulgichi bor farishta edi. Nodira qizining chap yelkasidagi kichik, yarim oy shaklidagi tugma xolini yaxshi ko'rar, bu qizimning baxt belgisi, u hammadan ajralib turadi, deb erkalardi. O'sha kuni qizchaning kichkina bilagida Sardor sovg'a qilgan, ustiga sh harfi oyilgan kumush bilaguzuk bor edi. Yuk tushirish jarayonida bir zumgina chalgish yuz berdi. Yuk ko'taruvchi aravaning gildiragi chuqurga tiqilib qoldi va qutilar qulab tushishni boshladi. Nodira mollarni ushlab qolish uchun bir necha soniyaga aravachadan uzoqlashdi. Atigi bir necha soniya. Ortiga o'girilganida aravacha bo'sh edi. Nodira atrofga alangladi. Dastlab vahima qilmadi, qizi tushib, aravacha orqasiga otib olgandir, deb o'yladi. Ammo atrofda Shabbona yo'q edi. Odamlar oqimi, shovqin-suron, yuk tashiyotgan aravakashlarning baqir-chaqiri orasida jimitdek qizaloq xuddi yer yutgandek g'oyib bo'lgandi. Shabbona. Bolam. Qizim. Nodiraning faryodi butun bozorni titratdi. U telbalarcha odamlar orasiga o'zini urdi, har bir ayolning qo'lidagi bolaga qaradi, burchaklarni, peshtaxtalar ostini qidirdi. Ammo hech qayerda qizaloq yo'q edi. Militsiya chaqirildi. Butun bozor yopilib, tintuv o'tkazildi. Sardor ishini tashlab yetib keldi. Ular kechasi bilan vokzal atrofini, ko'chalarni izlab chiqishdi. Ertasi kuni, keyingi hafta, keyingi oy hamma joyga e'lonlar osildi, televideniye orqali ko'rsatildi, isquvarlar yo'llandi. Lekin natija bo'lmadi. Qizaloqni yo tasodifan adashib ketgan poyezdga chiqib qolgan deyishdi, yo o'girlab ketilgan deb taxmin qilishdi. Bu fojia oilani yemirib yubordi. Sardor qizining yo'qolishida o'zini aybdor his qildi, chunki o'sha kuni u xotiniga yordam berishga bora olmagan edi. Gamanduh uning sog'ligiga qattiq ta'sir qilib, oradan 3 yil o'tib, u yurak xurujidan vafot etdi. Nodira 25 yoshida ham eridan, ham jonidan ortiq ko'rgan qizidan ayrilib, 2 yashar o'g'li bilan ko'chada, to'liq ma'noda qaqshab qoldi.
O'shandan beri u yig'lamaydigan, dardini ichiga yutadigan tosh yurakli ayolga aylandi. Faqat Rustam uchun yashadi. Tunlari qizining o'sha kumush bilaguzugiga o'xshash qilib o'zi yasattirgan tumorga qarab tong ottirardi. Qizim qayerdadir tirik. U olmagan, mening onalik yuragim sezyapti degan yagona umid uni yashashga undardi. 3 bob. Malika yetimlikda ungan gul. Nodira opaning o'y-xayollarini hovli darvozasining gijirlab ochilgan ovozi buzdi. Rustam o'zining mashinasida kirib keldi. Uning yonida nihoyatda chiroyli, yuzlaridan nur yog'ilib turgan, sodda va bejirim kiyingan bir qiz tushdi. Qizning nigohlarida qandaydir yovvoyi kiyiknikiga o'xshash hurkaklik, shu bilan birga juda teran bir mung bor edi. Nodira opa o'rnidan turib ularga peshvoz chiqdi. Assalomu alaykum, xola, dedi qiz uyalinqirab ta'zim qilar ekan. Uning ovozi mayin, buloq suvidek toza edi. Va alaykum assalom, qizim. Kelinglar, otinglar. Uchovlon mehmonxonaga yozilgan dasturxon atrofiga o'tirishdi. Rustamning ko'zlari chaqnab turardi. Oyi, tanishing. Bu men sizga aytgan qiz Malika. Biz birga ishlaydigan it kompaniyasida tanishganmiz. Malika web dizayner bo'lib ishlaydi. Nodira opa qizga sinchkovlik bilan tikildi. Malika haqiqatan ham go'zal, odobli qiz ekan. Ammo uning ko'zlaridagi uzoq muddatli yolg'izlik va mehrga tashnalik onaning e'tiboridan chetda qolmadi. Malika qizim, ota-onangiz nima ish qilishadi? Oilangiz qayerdan? Deb so'radi Nodira opa har bir bo'lajak qaynona berish kerak bo'lgan an'anaviy savolni berib. Malikaning yuziga ohil tushgandek bo'ldi. U boshini egib qaltiragan barmoqlari bilan choy piyolasini ushladi. Oyi, gapga aralashdi Rustam. Malikaning ota-onasi yo'q. U mehribonlik uyida voyaga yetgan. Uni go'dakligida kimsasiz joydan topib olishgan ekan. Keyin bolalar uyiga topshirishgan. Hech kim izlab kelmagach, o'sha yerda katta bo'lgan. Ammo u o'z kuchi bilan universitetga kirdi, o'qidi, hozir ajoyib mutaxassis. Nodira opaning yuragi shuk etib ketdi. U qizga rahm-shafqat bilan qaradi. O'zining ham qizi qayerlardadir yetim bo'lib sarson yurgan bo'lishi mumkinligi haqidagi o'y uning tomogiga musht bo'lib tiqildi. Shunday deng. Bolami? Siz xafa bo'lmang, peshona ekan. Asosiysi o'z yo'lingizni topibsiz. Rustam bilan bir-biringizni tushunsangiz, men qizimdek qabul qilaman. Malikaning ko'zlariga yosh quyilib keldi. Mehribonlik uyida katta bo'lgan, etim degan tamga bilan jamiyatda ko'p turtkilar yegan qiz uchun Nodira opaning bu qadar iliq qabul qilishi mo'jiza edi. 4 bob. Zamonaviy qiziqishlar va qalb yaqinligi. Suhbat qizib, muhit biroz yumshadi. Rustam sevgilisining faqat ishi bilan emas, balki qobiliyatlari bilan ham maqtangisi kelib, qiziq bir mavzuni ochdi. Oyi, bilasizmi, Malika faqat dizayner emas, u ajoyib iste'dod egasi. U musiqa yaratadi, dedi Rustam gurur bilan. Shundaymi? Juda yaxshi-ku. Qanday asbobda chalasiz, qizim? Nodira opa hayratlanib so'radi. Aslida men biror cholg'u asbobini mukammal chalmayman, xola, tabassum qildi Malika. Hozir texnologiyalar rivojlangan. Men qo'shiq matnlarini yozaman va musiqalarni maxsus sun'iy intellekt dasturlari, asosan Sunoa orqali yarataman. O'z his-tuyg'ularimni matnga solib, kerakli janr va uslubni tanlasam, dastur unga ajoyib musiqa bastalab, kuylab beradi. O'zimning YouTube kanalim bor. O'sha yerga tayyor qo'shiqlarni klip qilib joylayman. Ha, oyi, uning kanalida kuzatuvchilar juda ko'p, dedi Rustam. Malika bu orqali monetizatsiya yoqib, hatto daromad ham topishni rejalashtirgan. Yaqinda bitta yozgan lirik qo'shig'i 100 mingdan ortiq prosmotr yig'di. U hamma daromadini o'zi osgan mehribonlik uyidagi bolalarga yordam fondiga o'tkazib beradi. Nodira opa qizning bu qiziqishidan va iqtidoridan hayratda qoldi. U musiqani, ayniqsa YouTube va sun'iy intellekt kabi zamonaviy narsalarni unchalik yaxshi tushunmasa-da, Malikaning yuzida musiqasi haqida gapirayotganda paydo bo'lgan ishtiyoq va quvonchni ko'rib, qattiq ta'sirlandi. Qizning qalbidagi ohanglar uning o'tmishdagi yolg'izligini, mungini yoritib turganini sezdi. Juda ajoyib, qizim.
Oz mehnating bilan birovlarga yordam berayotganing sening qanchalik pokiza va go'zal qalb egasi ekaningni ko'rsatadi, dedi Nodira opa uning qo'lidan tutib. Nodira opaning qo'li Malikaning qo'liga tekkanida qandaydir galati, iliq tok urib o'tgandek bo'ldi. Ayolning ich-ichida 23 yil davomida qulflab qo'yilgan onalik instinktlarining qaysidir to'ri chertilgandek his paydo bo'ldi. Nega bu qiz unga bunchalik yaqin tuyulyapti? Nega uning kulgichlari, yuz tuzilishi Rustamning bolaligidagi rasmlariga shunchalik o'xshaydi? Yo'q, bu shunchaki o'xshashlik. U yetim bo'lgani uchun, qizimning ham taqdiri shunday bo'lishi mumkinligi uchun unga rahmim kelyapti, deb o'zini ovutdi Nodira opa. 5 bob. Qarshiliklar va qat'iy qaror. Ertasi kuni Nodira opa Rustamning amakilari, ammalari va o'zining qarindoshlarini yigib to'y masalasini maslahatlashdi. Ammo qarindoshlar bu xabardan unchalik xursand bo'lishmadi. Nodira, sening esing joyidami? Dedi Rustamning katta ammasi og'zini qiyshaytirib. Sening o'g'ling shahardagi eng ko'zga ko'ringan, boy, o'qimishli yigitlardan. Senga shahar hokimining qizi ham orzu qilib turibdi. Sen bo'lsang, qayerdagi ko'chadan topib olingan, nasl-nasabi noma'lum, tagi yo'q yetimchani kelin qilmoqchimisan? Ertaga tugilajak nevaralaringning qoni qanday bo'lishini bilasanmi? Ota-onasi alkash yo jinoyatchi bo'lsa-chi? Bu so'zlar Nodira opaning yuragiga xanjardek botdi. U asabiy ravishda stakandagi suvni ichdi va stolni qattiq mushtladi. Bas qiling, opa. Nodira opaning ovozi shu qadar qattiq va gazabli chiqdiki, butun xona jim bo'lib qoldi. Taqi yo'q, nasl-nasabi noma'lum degan gaplaringizni yig'ishtiring. Men ham bir paytlar qizimni yo'qotganman. Ehtimol, mening qizim ham hozir kimningdir eshigida yetim, tagi yo'q degan tamga bilan yig'lab o'tirgandir. Har bir yetimning ortida fojia yotadi. Rustam shu qizni tanladimi? Tamom. Men uni kelin emas, o'z qizimdek qabul qilaman. To'y bo'ladi, men o'zim u qizga ota-ona bo'laman. Qarindoshlar Nodira opaning bu qat'iyatini ko'rib, boshqa e'tiroz bildira olishmadi. Ular bilardiki, Nodira agar bir narsaga qaror qilsa, uni hech qanday kuch to'xtata olmasdi. 6 bob. To'y libosi va mo'jizaning ilk uchquni. To'y taraddudlari boshlanib ketdi. Nodira opa haqiqatan ham Malikaga o'z qizdek e'tibor qaratar, eng qimmat do'konlardan kiyimlar, tilla taqinchoqlar olib berar, uni o'z hovlisiga ko'chirib kelib, to'ygacha o'z qaramogiga olgan edi. Malika bu qadar cheksiz mehr va dabdaba ichida o'zini tush ko'rayotgandek his qilardi. U Rustamni qattiq sevar, endi esa uning onasi timsolida o'zi butun umr orzu qilgan ona mehrini topgan edi. To'ydan bir hafta oldin Nodira opa Malika bilan shahardagi eng qimmat kelinlik liboslari saloniga bordi. Qiz uchun maxsus buyurtma bilan tikilgan libos endigina yetib kelgan edi. Libos oppoq marvaridlar bilan bezatilgan, uzun shleyfli, shohona edi. Kiyinish xonasida Malika ko'ylakni kiyar ekan, orqa tomondagi tugmalarni va iplarni tortishga qiynaldi. Xola, menga yordam yubora olmaysizmi? Qo'lim yetmayapti, deb chaqirdi u pardaning ortidan. Hozir, qizim, boraman. Nodira opa jilmayib, pardani ochib ichkariga kirdi. Malika orqasini o'girib turar, sochlari tepaga yigilgan, yalangoch yelkalari va orqasi ochiq edi. Nodira opa uning korset iplarini tortish uchun yaqinlashdi. Uning ko'zlari tasodifan qizning chap yelkasiga tushdi. Yelkaning biroz pastroq qismida, ko'ylak yoqasi yopib turadigan joyda kichkina, rangi biroz oqargan, yillar davomida cho'zilib o'zgargan bo'lsa-da, yarim oy shaklidagi xol bor edi. Nodira opaning qo'llari qotib qoldi. Nafasi ichiga tiqilib, vujudi muzlab ketdi. Uning ko'z oldiga 23 yil oldingi bir yoshli shabbonaning oppoq yelkasidagi xol keldi. O'sha shakl, o'sha joylashuv. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, deb o'yladi Nodira opa, o'zining aqldan ozayotganiga iqror bo'lgandek boshini chayqab. Bu shunchaki tasodif. Minglab odamlarda shunday hol bo'lishi mumkin. O'zimni aldayapman. U qaltiragan qo'llari bilan ko'ylakning iplarini bo'gladi. Malika o'girilib oynaga qaradi va quvonchdan porlab ketdi. Qanday chiroyli. Sizga rahmat, xola. U Nodira opani quchoqlab oldi.
Nodira opa qizning hididan, uning quchogidan tanish, yillar davomida unut bo'layozgan ona-bolalik rishtasining titrogini his qildi. Uning ko'zlaridan beixtiyor bitta yosh tomchisi dumalab malikaning oppoq libosiga tushdi. Toyga sanoqli kunlar qolgan edi. Nodira opa o'zining ichki shubhalari va gumonlarini hozircha Rustamga ham, Malikaga ham aytmaslikka, bayramni buzmaslikka qaror qildi. Ammo uning ona qalbi mudhish bir sirdan xabar berib, qattiq bezovta urar, haqiqat izlashga talpinardi. U kelini bo'lmish bu qizning aslida kim ekanligini, 23 yil davomida u qayerlarda qanday kun ko'rganini va eng asosiysi, u rostdan ham uning yo'qolgan jigarbandi Shabbonami yoki yo'qligini isbotlashi kerak edi. 2 qism. Maxfiy surishtiruv va tugunning yechilishi. Shubha bu qalbga tushgan bir tomchi zahar. U yo butun vujudingni yemirib yuboradi, yoki seni haqiqat bulogiga yetaklab boradi. Onaning yuragida tugilgan shubha esa koinotdagi barcha qonunlardan kuchliroq bo'lgan mo'jizaning ibtidosidir. 7 bob. Onaning isyoni va maxfiy harakat. O'sha tunda Nodira opa umuman uxlay olmadi. U keng va yorug' yotoqxonasida yotarkan, Malikaning yelkasidagi o'sha yarim oy shaklidagi xol ko'z oldidan ketmasdi. U o'rnidan turib, kiyinish xonasining eng ichki tortmasidan kichkina, baxmaldan yasalgan qutichani oldi. Qutichada 23 yil oldin qizi Shabbona o'ynab yurgan kichik kumush qo'ngiroqcha va qizaloqning eng so'nggi tushgan surati bor edi. Nodira opa suratdagi jajji qizaloqning yuz tuzilishi, ko'zlarining shakli bilan Malikaning yuzini solishtirib ko'rishga harakat qildi. 23 yillik farq odamning qiyofasini butunlay o'zgartirib yuborishi aniq, ammo bolalikdagi ayrim chizgilar baribir qoladi. Rustam va Shabbona orasidagi o'xshashliklar, ayniqsa ularning chap yuzidagi xiyol seziladigan kulgich va qoshlarining shakli. Bularning barchasi shunchaki tasodif bo'lishi mumkinmi? Agar u haqiqatan ham mening qizim bo'lsa-chi? Unda qanday qilib u o'zining akasiga turmushga chiqmoqchi? Xudoyim, bu qanday dahshat! Nodira opaning yuragi siqilib ketdi. Agar haqiqat shunday bo'lsa, u to'yni zudlik bilan to'xtatish kerak. Ammo agar bu shunchaki o'xshashlik, gallyutsinatsiya yoki farzandini sog'ingan onaning alamli tasavvuri bo'lsa, unda u yoshlarning hayotini o'z asossiz shubhalari bilan poymol qilgan bo'ladi. Buni hal qilishning yagona yo'li bor edi, ilmiy fakt va arxiv hujjatlari. U hech kimga, ayniqsa Rustamga hech narsa bildirmasdan, maxfiy surishtiruv boshlashga qaror qildi. To'yga atigi 5 kun qolgan edi. 5 kun. Shu muddat ichida u yo hayotidagi eng katta baxtni topishi, yoki eng katta tragediyaning oldini olishi shart edi. 8 bob. Sirdaryodagi mehribonlik uyi. Ertasi kuni ertalab Nodira opa Rustamga va Malikaga fabrikada shoshilinch ishlari borligini, muhim hamkorlar bilan muzokaralarga ketayotganini aytib, uydan chiqdi. Aslida esa u Tog'ri Malika osi bulgagan Sirdaryo viloyatidagi mehribonlik uyi tomon yo'l oldi. Yo'l bo'yi uning yuragi tez-tez urar, hayajondan qo'llari qaltirardi. Mehribonlik uyi binosi eski bo'lsa-da, juda toza va shinam edi. Nodira opa direktor xonasiga kirdi. Direktor 60 yoshlardagi, yuzidan mehribonlik yog'ilib turadigan, sochlariga oq tushgan Mavluda opa ismli ayol edi. Nodira opa o'zini tanishtirdi va fabrikasining mehribonlik uyiga katta xayriya yordami ko'rsatmoqchi ekanligini, buning uchun ba'zi hujjatlar va arxiv ma'lumotlarini o'rganishi kerakligini aytdi. Bu qisman bahona edi. Suhbat orqali u asta-sekin Malika haqidagi mavzuga o'tdi. Mavluda opa, men yaqinda sizning tarbiyalanuvchingiz bo'lgan Malika ismli qiz bilan tanishdim. U juda ajoyib qiz ekan. Biz uni o'z oilamizga kelin qilib qabul qilyapmiz, dedi Nodira opa o'z hayajonini yashirishga urinib. Direktor ayolning ko'zlarida quvonch va biroz yosh paydo bo'ldi. Voy, Xudoyimga shukr. Malika juda aqlli, iqtidorli va ko'ngli ochiq qiz. U bizning faxrimiz edi. Men uni o'z qizimdek yaxshi ko'rardim. Uning o'z baxtini topganidan juda xursandman. U bunga munosib. Nodira opa chuqur nafas oldi va eng muhim savolni berdi. Mavluda opa, men sizdan bir narsani so'rashim kerak. Balki bu biroz shaxsiy tuyular, ammo men bo'lajak kelinimning o'tmishi haqida bilishim kerak bo'lgan muhim bir sabab bor. Uni bu yerga qachon, qanday holatda olib kelishgan?
Mavluda opa biroz oylandi, so'ng o'rnidan turib, temir seyfdan qalin, sargayib ketgan arxiv daftarini oldi. Malika haqidagi voqea juda galati bo'lgan, Nodira xonim. Uni chaqaloqligida emishib tashlab ketishmagan. Uni bizga olib kelishganda, u taxminan 3 yoshlarda edi, ehtimol undan ham yoshroq. Uni Toshkentdagi temir yo'l vokzalida, odamlar orasida adashib, yiglab yurgan holatida militsiya xodimlari topib olishgan. U qattiq qo'rqib qolgan, gapira olmas, faqat tinmay yiglar edi. Uning ustida kiyimlari toza edi, ammo hech qanday hujjat yoki manzil yo'q. Faqat Mavluda opa sozdan to'xtadi. Nodira opaning yuragi qinidan chiqqudek bo'lib stolga suyanib qoldi. Faqat nima? Nima bor edi, Mavluda opa? Ayting. Uning ovozida faryod va intizorlik mujassam edi. Faqat uning bilagida kichkina, kumushdan yasalgan bilaguzuk bor edi. Ustiga Sh harfi oyilgan. Biz uni shuning uchun boshida Shabnam yo Sharofat deb chaqirmoqchi bo'ldik. Ammo bir necha oydan keyin u o'ziga kelib, gapira boshlaganda, ismini so'rasak, Malika deb aytgandek bo'lardi. Shuning uchun unga Malika deb ism berib, shu ism bilan ro'yxatga olganmiz. Nodira opaning ko'z oldi qorongilashdi. Qulog'ida galagovur ovozlar yangradi. Sh harfi yozilgan kumush bilaguzuk. Toshkent vokzali. 3 yoshlar atrofidagi qizaloq. Chunki u adashganda atigi 1 yoshdan sal oshgan edi. Yillar davomida uning yoshini aniq bilishmagan bo'lishi mumkin. Qizaloq adashganda o'z ismini Shabbona demasdi. Mamma, Malika, chunki uni onasi doim mening Malikam deb erkalatardi, deb aytardi. Nodira opa o'rindigiga suyanib ko'zlarini yumdi. Uning tomogiga yigit tiqildi. U qizini 23 yillik qonli yoshlarini, tunlardagi nolasini topgan edi. Uning qizi tirik. Uning qizi uning o'z uyida. Ammo uning qizi o'zining o'g'liga turmushga chiqmoqchi. Bu dahshatli fojianing ehtimoli Nodira opani hushiga keltirdi. O'sha bilaguzuk qayerda, Mavluda opa? Deb so'radi Nodira opa zo'rga pichirlab. U o'zida. Malika bolaligidan o'sha bilaguzukni ko'z qorachigidek asraydi. Bu uning ota-onasidan qolgan yagona yodgorlik ekanligini biladi. To'qqiz bob. Denk yagona umid va ilmiy fakt. Nodira opa mehribonlik uyidan qanday chiqqanini, mashinasiga qanday o'tirganini bilmasdi. U yiglardi. 23 yil davomida toshdek qotgan yurak erib, ko'z yoshlari yomg'irdek yog'ardi. Qizini topgani uchun cheksiz quvonch, ammo ayni paytda o'z bolalarning fojiali taqdiri uchun cheksiz dahshat va qo'rquv. Men buni to'xtatishim kerak. Men bolalarimni bu gunohdan saqlab qolishim shart. U Toshkentga qaytgach, To'g'ri shahardagi eng nufuzli xususiy dink va genetik ekspertiza laboratoriyasiga bordi. Laboratoriya boshlig'i uning eski tanishi, tibbiyot fanlari doktori Alisher aka edi. Alisher aka, menga yordam bering. Menga tezlik bilan 3 kun ichida qarindoshlikni, onalikni aniqlaydigan dink testi kerak. Hech qanday navbatsiz, eng tezkor usulda, dedi Nodira opa o'zini qanchalik xotirjam tutishga urinmasin, uning qaltirayotgan ovozi uni sotib qo'yardi. Tushunarli, Nodira. Lekin buning uchun o'sha odamning biologik namunasi kerak. Soch tolasi, ildizi bilan, tupuk yoki tirnoq parchasi, dedi shifokor. Nodira opa uyga qaytib, o'zini hech narsa bo'lmagandek tutishga harakat qildi. Uyda to'y tayyorgarligi qizgin pallada edi. Malika xonadonning bir burchagida o'tirib, notebookda yangi yozgan sun'iy intellekt qo'shig'ini sayqallash bilan ovora edi. Qizim, to'y tashvishlari bilan charchab qolmayapsanmi? Deb so'radi Nodira opa qizga qarab mehr va ichki og'riq bilan. U o'z jonidan bo'lgan qizini endi kelin deb chaqira olmasdi. Yo'q, oyi, Malika uni allaqachon shunday atay boshlagan edi. Bu so'z endi Nodira opaning yuragini tilib yuborgandek bo'lardi. Men judayam baxtliman. Kechasi hamma uxlagandan so'ng Nodira opa Malika yotgan xonaga ohista kirdi. Qiz tinchgina uxlar, uning yostigiga to'kilgan uzun sochlari yuzini qoplab turgandi. Nodira opa ko'z yoshlarini tiya olmadi. U qizining yoniga o'tirib, uning yuzini, peshonasini avaylab siladi.
U yostiqdan tushgan bir nechta soch tolasini ildizi bilan birga ohista ajratib olib, maxsus plastik qopchaga soldi. Ertasi kuni ertalab u namunalarni laboratoriyaga topshirdi. Natija qachon tayyor bo'ladi? So'radi u sabrsizlik bilan. Eng tezida 3 kundan keyin, payshanba kuni kechqurun, javob berdi Alisher aka. To'y esa juma kuni belgilangan edi. Faqat bir kun qoladi. Onbob, men sening onangman, degan sozning dahshati. Payshanba kungi kutilish Nodira opa uchun butun bir asrdek tuyuldi. U go'yoki do'zax olovida yonib, jannat ne'matini kutayotgan ruhdek tipirchilar edi. Agar ding ijobiy chiqsa, Malika uning qizi Shabbona ekanligi 100 tasdiqlanadi. Va u to'yni bekor qilishga, ikki sevishgan yurakka bu mudhish haqiqatni aytishga majbur bo'ladi. Ular qanday chidaydi? Bir-birini shunchalik sevgan, to'yiga bir kun qolgan yigit va qiz o'zlarining aka-singil ekanligini qanday qabul qilishadi? Payshanba kuni soat 17, oh-ohda Alisher aka unga qo'ng'iroq qildi. Nodira, natijalar tayyor. Laboratoriyaga keling. Men telefonda ayta olmayman. Nodira opa qanday qilib laboratoriyaga yetib borganini eslolmaydi. U shifokorning xonasiga yugurib kirdi. Alisher aka uning yuzidagi azobni ko'rib, ortiqcha gap-so'zsiz qog'ozni uzatdi. Nodira. Ehtimollik 99. Bu qiz sizning biologik farzandingiz. Nodira opa qog'ozni ushlagancha orqa o'rindiqqa o'tirib qoldi. 23 yillik yo'qotish va iztirob intihosi bitta qog'ozda yozilgan edi. Uning farishtasi tirik. Uning Shabbonasi topildi. U quvonchdan dodlab yig'lashni xohlardi, uni bagriga bosib, butun dunyoga qizimni topdim, deb jar solgisi kelardi. Ammo orqada Rustam bor edi. Uning yana bir jigarbandi. Uning baxti, uning orzusi. Men o'z o'g'limning yuragini qanday parchalayman? Malikaning, qizimning hayotdagi yagona umidini, yagona muhabbatini qanday tortib olaman? Ular meni qanday kechiradi? Uyga qaytayotganda qorong'i tushgan edi. Uydagilar ertangi to'y taraddudi bilan ovora, hovlida chiroqlar yongan, qarindoshlar hovli sahnini bezatishardi. Rustam va Malika qo'l ushlashib, baxtiyor holda nimanidir gaplashib kulishardi. Nodira opa darvoza oldida to'xtab, ularga uzoq termuldi. Qanday qilib u bu quvonchni yo'q qiladi? Qanday qilib? Ammo boshqa iloj yo'q. Haqiqat qanchalik achchiq va halokatli bo'lmasin, aytilishi shart. Aks holda oqibati undanda dahshatli bo'ladi. U chuqur nafas oldi va qarorini qat'iylashtirib ichkariga kirdi. Bu tun, bu uy uchun qiyomat tuni bo'lishi aniq edi. 3 qism: haqiqatning shafqatsiz qamchisi va vayron bo'lgan orzular. Dunyodagi eng og'ir narsa o'z baxtingni o'z qo'llaring bilan parchalashdir. Ammo ba'zan hayot bizni shunday chorrahaga olib keladiki, unda faqat ikkita yo'l bor: yo dahshatli va og'riqli haqiqatni qabul qilib ezilish, yoki o'z vijdoningni sotib, qorong'ilikda mudhish gunoh ichida yashash. 11 bob. To'y arafasidagi chaqmoq. To'y kuniga o'tar kechasi. Hovlidagi chiroqlar birin-ketin ochdi. Hamma ertangi og'ir va quvonchli kunga tayyorgarlik ko'rib uyquga yotdi. Faqat Nodira opaning xonasidagina chiroq yonib turardi. U stolda o'tirar, oldida ding testi natijalari yozilgan qog'oz, kichkina kumush qo'ng'iroqcha va Shabbonaning bolalikdagi surati yotardi. Nodira opa qanday boshlashni, qanday qilib ikki baxtli yoshning hayotini do'zaxga aylantiradigan so'zlarni tiliga ko'chirishni bilmasdi. U ichki bir nola bilan Tangriga yolvorardi. Nega? Nega bunday qilding? Qizimni menga qaytarib berding, ammo nega bunday yo'l bilan? Ularning gunohi nima edi? U soat tungi 1ga yaqinlashganda o'zini qo'lga olib, Rustam yotgan xonaga qarab yurdi. Yo'q, u avval o'g'li bilan, xonadonning erkagi bilan gaplashishi kerak edi. Qiz bola bu zarbani hozircha ko'tara olmasligi mumkin. U Rustamning xonasi eshigini ohista taqillatdi. "Kiring, oyi, men uygoqman", dedi Rustamning yorqin ovozi. Yigit kompyuterida nimanidir ko'zdan kechirib o'tirardi. Ertangi kun hayajoni uni ham uxlashga qo'ymasdi. Nodira opa ichkariga kirdi va yuzida zarracha ham qon qolmagan holatda karavot chetiga o'tirdi. Rustam onasining rangiroyini ko'rib xavotirga tushdi.
Oyi, tinchlikmi? Mazangiz yo'qmi? Rangingiz oqarib ketibdi. Nodira opa chuqur xo'rsindi. U yig'lashni xohlamasdi, lekin ko'z yoshlari ozozidan yuzini yuvib tusha boshladi. U titroq qo'llari bilan denk natijasi yozilgan qog'ozni uzatdi. Rustam, bolam. Meni kechir. Men buni xohlamagan edim. Lekin men aytishim shart. Ertaga to'y bo'lmaydi. Rustam qog'ozni oldi, avvaliga tushunmadi. U onasining gaplaridan karaxt bo'lib qolgan edi. Nimalar deyapsiz, oyi? Qanaqa to'y bo'lmaydi? Bu nima o'zi? U qog'ozga qarab tibbiy atamalarni biologik ona va farzand 99 degan so'zlarni o'qidi. Patologiya raqamlari. Malika. Nodira. Bu Malikaning ding testi deb pichirladi Nodira opa yerga qarab. U sening singling Rustam. U 23 yil oldin vokzalda yo'qolgan jigarbanding Shabbona. Rustam qog'ozni stulga tashlab asabiy kulib yubordi. U bu so'zlarni qandaydir bema'ni hazil telbalikka yo'ydi. Oyi, siz charchagansiz. Judayam charchagansiz. Nimalar deyapsiz o'zi? Qanaqa singlim? Qanaqa Shabbona? Malika mening bo'lajak xotinim. Men uni sevaman. Ertaga to'yimiz-ku. Necha yillardan beri o'sha yo'qolgan singlimni deb o'zingizni adoyi tamom qildingiz, endi esa o'z baxtimni ham shu vahimalaringiz bilan barbod qilmoqchimisiz? Nodira opa uning ko'zlariga qaradi. O'tkir, lekin dardli ko'zlar. O'g'lim, men aqli raso ayolman. Men shunchaki shubha qilmadim. Men uning yelkasidagi xolni, qizimning o'sha chandiqqa aylangan baxt belgisini ko'rdim. Men mehribonlik uyga borib keldim. U yerdan uni adashib 3 yoshida topib olganliklarini bilib keldim. Uning bilagida otang sovg'a qilgan sh harfi tushirilgan kumush bilaguzuk bo'lgan. Va eng asosiysi mana bu qog'oz. Men yashirincha uning sochini genetik ekspertizaga olib bordim. U mening qizim. U sening qoningdan. Tushunyapsanmi? Rustamning quloqlari ostida dunyo guvillab ketdi. Onasining qat'iy ovozi, ko'z yoshlari va u keltirgan dalillar uning butun borligini qamrab olayotgan edi. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Sevgan qizi. O'zi har kuni yuzidan o'pib, mening kelajagim, bolalarimning onasi deb tasavvur qilgan Malika u o'zining singlisi bo'lsa. Rustam stulga o'tirib qoldi va boshini changallab, dod solib yig'lab yubordi. Bu shunchaki yigi emas, azobdan va dahshatdan olayotgan insonning hayqirigi edi. Oyi, nega? Nega Xudo bizni bunchalik jazolayapti? Deb yer mushtlardi u. Nodira opa o'g'lini bagriga bosdi. Ular tun yarmida ertangi baxtli kun oldidan qon yig'lashardi. 12 bob. Haqiqatning Malikaga yetib borishi. Ertasi kuni ertalab. Hovlida karnay-surnay ovozlari o'rniga og'ir, ezuvchi jimjitlik hukm surardi. Qarindoshlar sekinasta kelishni boshlagan, biroq Nodira opa darhol hammaga to'y qoldirilganini, kuyovning sog'ligi yomonlashganini aytib, ularni qaytara boshladi. Odamlar hayron bo'lib, pichirlashib tarqala boshlashdi. Malika oshxonasida oppoq kelinlik libosini kiyishga tayyorlanib, oyna oldida hayajon bilan o'tirardi. Go'zallik saloni xodimlari endigina kela boshlagan edi. U baxtdan sarmast, hayotidagi eng katta va chiroyli kunga tayyorlanardi. Xona eshigi ochilib, Nodira opa kirdi. Uning yuzi bir kechada 10 yoshga qarib qolgandek, ko'zlarining atrofi qizarib shishgan edi. Qizlar, iltimos, bizni yolg'iz qoldiringlar, dedi u salon xodimlariga. Qizlar chiqib ketgach, Malika xavotir bilan o'rnidan turdi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yig'ladingizmi? Rustam yaxshimi? U Rustamni oylab yuragini hovuchladi. Nodira opa Malikaning oldiga kelib, uning yuzlarini, sochlarini silar ekan, o'zining ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. U qizini mahkam bagriga bosdi. Shunchalik qattiq quchoqladiki, Malika hayratdan qotib qoldi. Oyi, nima bo'ldi? Nega bunday qilyapsiz? Meni qo'rqityapsiz, dedi u pichirlab.
Nodira opa undan biroz uzoqlashib qo'llarini yuziga olib bordi. Qizim, mening farishtam. Mening hidlari jannatim, bolam. U oz hovuchidagi oshi kumush bilaguzukni, qizaloq paytidagi qo'ng'iroqchani va arxivdagi suratlarni malikaning oldidagi stolga qo'ydi. Men 23 yil davomida har kuni shuni hidlab, qizim qaytib keladi, deb kutgan edim. Va Xudo uni menga o'zim kutmagan holatda kelin ko'ylagida qaytarib berdi. Shabbona, mening bolam, sen yetim emassan. Men sening o'z onangman. Malikaning ko'zlari kattalashdi. U gapning ma'nosini tushunolmay, bir onasiga, bir stoldagi bilaguzuk va rasmga qarardi. Nimalar deyapsiz? Qanaqa Shabbona? Men Rustamning qalligiman-ku. Biz bugun to'yimiz. Oyi, hazillashmang, iltimos, u qaltiragan ovozda orqaga chekindi. Nodira opa unga ding testini ko'rsatdi va hamma narsani, uning adashib qolganidan tortib, kechagi barcha surishtiruvlarni birma-bir aytib berdi. Bu so'zlar qizning miyasida momaqaldiroqdek gumburlab portladi. Hayotidagi eng katta baxt, onasini, o'z oilasini topgani, ayni paytda eng katta fojia, o'zi sevgan, hayotini bog'lamoqchi bo'lgan inson asrlar davomida orzu qilgan erkagi emas, balki qoni bitta akasi ekanligi haqidagi dahshatli va aql bovar qilmas haqiqat uning butun olamini qulab tushishiga olib keldi. Malika qichqirib yubordi. U ko'ylagini tishlab polga o'tirib qoldi. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Rustam qani? U qayerda? Meni aldashyapti deb ayting. Shu payt eshik ochilib, Rustam kirdi. U ham kechasi bilan uxlamagan, ko'zlari qip-qizil edi. U Malika oldiga kelib yerga o'tirdi va uning qo'llaridan tutdi. Ikki o'rtada shunday jimjitlik o'rnatildiki, bu sukut ichida ikki vayron bo'lgan sevgi va kutilmagan qon-qarindoshlik rishtasi o'zaro olishardi. Rustam hech narsa demadi, faqat ko'zdan oqqan yosh uning qarorini va bu shafqatsiz haqiqatni tasdiqlab turardi. Ular quchoqlashib yiglashardi. Bu qalliqlar yoki sevishganlarning quchog'i emas, balki azobdan ezilgan, endi bir-biriga faqat aka-singil bo'lib qolishga mahkum etilgan ikki dildoshning quchog'i edi. 13 bob. Sun'iy intellekt qo'shigi yordamga keladi, taqdirning yana bir hazili. To'y qoldirildi. Mahallada, el o'rtasida turli xil mishmishlar bo'laladi. Nodira opa qarindoshlariga va yaqinlariga qandaydir tibbiy, irsiy kasallik chiqqanini bahona qilib, to'yni to'xtatganligini aytdi. Asl haqiqatni, o'zining qizi bilan akasi to'y qilishiga bir baxya qolganini e'lon qilsa, jamiyatning shafqatsiz duduqlari yoshlarning hayotini butunlay qora qilib yuborishidan qo'rqdi. Oradan 2 hafta o'tdi. Uyda hamma tirik murdadek yashardi. Malika endilikda u yana Shabbona edi, o'z xonasidan chiqmas, Rustam esa uzluksiz ishlashga berilib ketgan edi. Ular bir-birini ko'rishdan qochishar, chunki ko'rishgan paytlarida o'tmishdagi orzular, sof tuygular qon-qarindoshlik chegarasi bilan to'qnashib, ikkisiga ham qattiq azob berardi. Bir kuni kechqurun Rustam uyga qaytganida, Shabbonaning xonasidan ohista, juda dardli musiqa sadosi eshitilib turardi. Rustam eshik yoniga kelib to'xtadi. Bu Shabbonaning o'zgartirilgan ovozida sun'iy intellekt orqali yaratilgan yangi qo'shiq edi. Qo'shiqning matni shu qadar og'ir, alamli ediki, unda bir-birini sevgan, ammo taqdirning zanjirlari tufayli ajralgan, endi faqat osmondagi yulduzlarga qarab dardlashadigan ikki yurakning nolasi bor edi. Sevdim deb yongan edim, sirdoshim deb qongan edim. Bir kunda bitta qonda qorishib yiglaymanmi? Jon deb atagan edim, yo'lingda yotgan edim. Endi singlim deb yiglab, yoningdan ketaymi? Rustam eshikka suyanib, ko'z yoshlarini artdi. O'zining sun'iy intellekt, mutaxassisi ekanligi unga shu lahzada bir qiziq fikr berdi. Nega aynan u Shabbona bo'lib chiqdi? Uning barcha hujjatlari 1 yoshida yo'qolgani, 3 yoshidagidek ko'rinishi, Sirdaryodan topilishi. Bu yerda qandaydir xronologik xato bor-ku. Rustam ishxonasiga kirdi. U sun'iy intellekt ma'lumotlar bazasiga, shuningdek maxfiy tibbiy ma'lumotnomalar va yo'qolgan shaxslar arxividan ayrim yopiq ma'lumotlarga kirish uchun o'zining qobiliyatlaridan foydalandi.
U Malika topilgan paytdagi voqealarni, militsiya bayonnomalarini, o'sha yillardagi ding texnologiyasidagi xatolar yoki mos kelishuvchanlik foizlarini katta ma'lumot, big data orqali qayta tahlil qila boshladi. Miyasi shu darajada qizib ishlardiki, go'yoki butun insoniyat taqdiri uning kodlariga bog'liqdek edi. Tun yarmida uning ekranida qandaydir qizil yozuv paydo bo'ldi. Xatolik. Cross-kontaminatsiya, namunalarning ifloslanishi yoxud aralashib ketishi. Rustam qotib qoldi. U zudlik bilan o'zi yozgan algoritmlarni qaytadan ishga tushirdi. Alisher akaning laboratoriyasidagi shifoxona ma'lumotlar bazasini tekshirdi. Nodira opaning onasi tomonidan olingan namuna qanday olinganini surishtirdi. On tortbob. Mo'jiza va yechimning ilk iplari. Ertasi kuni Rustam To'g'ri Alisher akaning laboratoriyasiga bostirib kirdi. Alisher aka, men sizning tizimingizni buzdim, bilaman. Lekin javob bering. Oyim sizga namuna olib kelgan kun. U sochni qayerdan olgandi? Alisher aka xavotir bilan unga qaradi. Rustam, sen jinni bo'lyapsan. Oyimi Malikaning yostigidan olingan sochni. Yostigidan. Rustam baqirib yubordi. Mening oyim ham ba'zan u yostiqda yotib unga darmon bo'lgan, erkalagan. Demak, namuna orasida mening oyimning oz sochi bo'lishi ham mumkin. Ding apparati o'zining sochini o'zi bilan solishtirganda, albatta 99.9 qarindoshlik ko'rsatadi-ku. Shifokorning rangi oqardi. Rustam, bu juda kam ehtimolli bo'lsa ham. Cross-kontaminatsiya deyiladi. Ya'ni sochlarning chalkashi. Biz faqat berilgan namunaga qarab xulosa berdik. Qon olmagan edik. Rustam stulga o'tirib qoldi. Demak, Malika umuman singlim bo'lmasligi ham mumkinmi? U shunchaki ismidagi va holidagi o'xshashlik tufayli oyimning fantaziyasi bo'lishi mumkinmi? Buni aniqlashning faqat bitta yo'li bor, dedi shifokor. Qon orqali kengaytirilgan ding ekspertizasi. To'g'ridan to'g'ri tomirdan qon olinishi shart. Rustamning qalbida 20 kundan beri ochib qolgan umid chirog'i yana yondi. U mashinasiga minib, uyi tomon shamoldek uchib ketdi. Agar bu to'g'ri chiqsa, agar Malika o'zining singlisi bo'lmasa, unda barcha qayg'u va azoblar bekor ketgan, ularning sevgisi haq bo'lib chiqardi. Ammo bu qadar baxtli yakunga qadar Rustam hali eng og'ir qarorni, Malika bilan qon orqali ding topshirishga qanday undash va bu holatda onasining ko'nglini qanday himoya qilish masalasini hal etishi kerak edi. Chunki agar Malika singlisi bo'lmasa, demak onasining haqiqiy shabbonasi hamon yo'q. Bu onasi uchun ikkinchi bor qizidan ayrilish degani edi. Tort qism, ikki haqiqat chorrahasida, yakuniy qism. Ba'zan haqiqatni topish, bu qalbimizdagi eng katta jarohatni qaytadan ochish demakdir. Lekin faqatgina ochiq yaragini shifo topadi. Muhabbat va ota-ona mehri shu qadar kuchliki, ular qon qarindoshlik qonunlaridan ham, mo'jizalardan ham ustunroq bo'lishi mumkin. 15 bob. Qondan to'kilgan shubhalar. Rustam uyga qanday yetib kelganini o'zi ham bilmasdi. Uning miyasida ming xil farazlar aylanar, yuzida esa uzoq kutilgan kichik bir umid uchquni bor edi. Hovlida jimjitlik. Faqat kechki kuzning xazonrezgi sadolarigina eshitilib turardi. Rustam darhol onasini izladi. Nodira opa hovli chetidagi o'rindiqda, o'sha kichkina kumush bilaguzukni qo'lida mahkam qisib, mungayib o'tirardi. Oyi. Rustam uning oldiga yugurib keldi va tizzasiga o'tirdi. Oyi, iltimos, diqqat bilan eshiting. Siz o'sha kuni ding tekshiruvi uchun sochni qayerdan oldingiz? Aniq ayting. Nodira opa o'g'lining hayajonli ko'zlariga qarab ajablandi. Bolam, men uni Malika yotgan yostiqdan uxlayotganida ohista oldim. Nima edi? Nega so'rayapsan? Rustam qattiq xursand bo'lib ketdi. U onasining yuzini hovuchlab gapira boshladi. Oyi, o'sha kunlarda siz uning yostigiga yotgan edingiz. Buni men o'zim ko'rganman, ertalab uni erkalab o'tganingizni. Eshitib turing. O'sha soch namunalari ichida sizning oz sochingiz bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Laboratoriya sochning egasini emas, faqat namunalarni solishtiradi.
Ya'ni ular sizning sochingizni o'zingizning chizgilaringiz bilan solishtirgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun 99.9 chiqqan. Nodira opaning yuragi hapriqib ketdi. Bir tomondan bu qandaydir xato bo'lishi mumkinligidan hayratda qolsa, ikkinchi tomondan agar Malika Shabbona bo'lmasa, unda uning haqiqiy qizi qayerda? Yana o'sha qop-qora, mavhum zulmat ichidami? Yo'q, Rustam, dedi onasi qaltirab. Holchi, bilak uzukchi. Bularni qanday izohlaysan? Bu shunchaki tasodif bo'lishi mumkin emas-ku. Men uni o'z qizim deb tanigan edim. Qalbim tanigandi. Oyi, siz qizingizni izlab, qizingizga bo'lgan shuncha yillik mehringizni unga bergan edingiz. Sizning onalik instinktingiz Malika etim bo'lgani uchun unda o'z qizingizni ko'rishni qattiq xohlagan edi. Yarim oysimon hol ko'p odamlarda bo'lishi mumkin. Bilaguzukdagi sh harfi esa ehtimol uning haqiqiy ismi Sharofat yoxud Shahnozadir. Buni tasdiqlash uchun yagona yo'l qoldi – qon. Biz Malika bilan tomirdan qon topshirishimiz kerak. Oyi, men bu azobda boshqa yashay olmayman. U mening singlim emas, shunga umid qilyapman. Eshik orqasida bu so'zlarni eshitib turgan Shabbona Malika yig'lab yubordi. U o'zini qandaydir bir umidsiz holatda his qilardi. U onasini topganidan baxtli, ammo shu onasi uni sevgan yigitidan ajratayotganidan ezilardi. Agar u onasining qizi bo'lib chiqmasa, unda yana yetim, yana kimsasiz bolalar uyining malikasi bo'lib qoladimi? Rustamga bo'lgan muhabbati tufayli u bu tavakkalga rozi bo'lishga qaror qildi. U ohista eshikni ochib hovliga chiqdi. Rustam haq, dedi uning mayin ovozi qaltirab. Biz qon topshiramiz. Agar men sizning qizingiz bo'lib chiqmasam, Nodira xola, men bu uydan bosh olib ketaman. Ammo agar haqiqatan ham qizingiz bo'lsam, unda. Rustam, men sizdan uzoqlashishga, o'z yo'limizni topishga majburmiz. Nodira opa qizning yuzidagi qat'iyatni va ko'zlaridagi mungi ko'rib yig'lab yubordi. U ikkalasini ham bagriga bosdi. Sen bu uydan hech qayerga ketmaysan, qizim. Sen qizim bo'lsang ham, kelinim bo'lsang ham. Men seni hech qachon tashlab qo'ymayman. 16 bob. Qon tahlili va 3 kunlik do'zax. Ertasi kuni ertalab uchalasi maxfiy tarzda Alisher akaning laboratoriyasiga borishdi. To'g'ridan-to'g'ri tomirdan qon olindi. Bu safar hech qanday gallyutsinatsiya, hech qanday xatolik bo'lishi mumkin emas edi. Tahlil natijalari chiqquncha o'tgan 3 kun haqiqiy do'zax bo'ldi. Rustam deyarli ovqat yemadi. U faqat bitta narsani, Malika uning singlisi bo'lmasligini Xudodan so'rardi. Nodira opa esa ikkiga bo'lingan edi. Agar Malika Shabbona bo'lmasa, unda onaning yuragidagi jarohat qaytadan yiringlaydi. Ammo u yoshlarning baxtini ham ko'rishni orzu qilardi. Bu kunlar davomida Malika o'z xonasida o'tirib, o'zining YouTube kanali uchun yana bitta musiqiy trek yaratdi. Sun'iy intellekt uning qayg'usini qanday his qilganini bilmaymiz, lekin yaratilgan qo'shiq butun ijtimoiy tarmoqlarda portlash qildi. O'z baxtidan kechgan singil deb nomlangan bu lirik taronani eshitgan minglab odamlar izohlarda yig'lashardi. Monetizatsiya hisobiga qariyb $5000 mablag' to'plandi. Malika u pulning barchasini ishsiz yo'qolgan bolalarni izlash fondiga o'tkazib yubordi. Nihoyat, payshanba kuni ertalab Alisher aka qo'ng'iroq qildi. Nodira. Natijalar qo'limda. Rustam o'tgan safar mutlaqo haq bo'lgan ekan. Kelib olinglar. Uchalasi shifokorning xonasiga qanday yetib borishganini bilishmaydi. Rustamning qo'llari muzdek, Malikaning esa yuzi qordek oppoq edi. Alisher aka ularga qarab chuqur xo'rsindi va stol ustidagi hujjatni uzatdi. Cross-kontaminatsiya, o'tgan safar rostdan ham sochlar adashgan ekan. Yangi tahlillar shuni ko'rsatdiki. Malika. Nodira opaning yuragi qinidan chiqqudek bo'ldi. U mening qizim emasmi? Deb shivirladi u. Alisher aka boshini chayqadi. Yo'q, Nodira. Qon tahlillari qarindoshlikni ko'rsatdi. Malika va Rustamning genetik bog'liqligi umuman yo'q. Ular shunchaki ikki xil inson. Malika sizning qizingiz Shabbona emas. Bu so'zlar xonada gumburlab ketdi.
Rustam quvonchdan tasvirlab bo'lmas dahshatli azobdan qutulganidan baqirib yubordi. U ko'z yoshlari bilan malikaning oldiga tiz chokib uning qo'llaridan opdi. Ularning sevgisi oqlandi. Ular endi birga bo'lishlari mumkin. Ammo Nodira opa o'rniga o'tirib qoldi. Uning 23 yil kutilgan orzusi, o'z qizini topdim degan ilinjlari yana chilparchin bo'lgan edi. U ko'zlarini yumib ovozsiz achchiq-achchiq yig'lay boshladi. Malika Rustamning yonidan asta turib Nodira opaning oldiga keldi va uni mahkam bagriga bosdi. Yig'lamang, oyi. Men sizning qoningizdan bo'lmasam ham. Siz menga ona bo'ldingiz. Men butun umr sizning farzandingizdek xizmat qilaman. Yig'lamang, iltimos. Nodira opa qizni o'ziga tortib peshonasidan opdi. Haqiqatan ham bu qiz endi uning kelini emas, haqiqiy qizi bo'lib qolgan edi. 17 bob. Bilaguzukning siri, yangi tergovning boshlanishi. Barchasi o'z o'rniga tushgandek edi. Yoshlarning yo'li ochildi. Biroq Rustamning miyasida it sohasida ishlaydigan tahliliy bir fikr qolib ketgan edi. Uyga qaytishgach, u o'sha kumush bilaguzukni qo'liga olib, diqqat bilan o'rgandi. "Oyi", dedi u jiddiy ohangda. "Bu bilaguzuk ustidagi Sh harfi oddiy emas. Qarang,